Yaxshimisiz? Meni ismim Tahir Mutalib Qahiri. Men 2019 9 ayning 11-kuni dadamni izlash haqida germancha va uyg'urcha ikki qisqa film ishlagan edim. Bu filmda dadamni topolmayotganligim shu 2019-yili 9 ayning 16-sigacha dadam yoki saqchilar bilan aloqalashishni talab qilganligimni bildirgan edim. Tunugun Urumchi vaqt soat 16da dadamning qo'l telefoniga telefon qildim. Dadam telefonni oldi. Bu necha kundan buyon nima ketding desam, 3-4 kun men uyda emasdim. Telefonim uyda qolgandi, shunda udilib kelib qoldi deb menga tushuntirishmadi, lekin men bu dadamning bu gapiga ishonmayman. Shunga men dadamga mundaq dedim, 2019-28-kuni shanba kechda men uyga telefon qilaman, hammanglar bilan bir videolik so'zlashman deb. Men o'tgan bilan 2019-yil 3-oyning 1-2 kunlarida faqat 2 kun bilan videolik so'zlashib baqdim. Ondan keyin ular videolik so'zlashishni o'zini qochirdi. Shuning uchun men 28-kechda